Parijda bo'ladi birinchi yarim final. Kim yutarkan PSG yoki Bavariya bu gal? O'yinlar endi faqat qiziydi bu yog'iga. Keling birga ko'ramiz osh yeb qilingan qo'y yog'iga. Undan ham zo'r taklif bor sizlar uchun. Shu o'yinni hisobini topa olgan mart uchun 300 ming bor birinchi topgan odamga. Instagramda Bek futbolga like va komment yozganga